Menga aynan nechta aksiya tegishli? 1.328.334 ta. Qo'yir. Bu 34.4% degani. Nega 30% dan 34% ko'paydi? Yangi investorlarga aksiyani berish huquqini qo'lga kiritish uchun. Axir sizga aytgandim-ku. Rahmat. Arzimaydi. Ruchka beraymi, a? Bu hujjatlarni yuristimga ko'rsatmay xatoga yo'l qo'ydim. Ammo ochig'i, ular meni yuristim deb o'ylagandim. Janob Saverin, salom. Avval u hazil qildi deb o'yladim. Yangi shartnomani berdi deb hisobladim. Ammo o'qiy boshlagach, shoshmang. Nima bu? Bilasiz, yangi investorlar paydo bo'ldi. Bu nimasi? Janob Saverin. Mark! U ishlayapti. Janob Zuckerbergni ulush kamaydimi? Yo'q, Xo'sh, janob Moskvitsnikichi? kamaymagan. Unda Shon Parkerniki qanchaga kamaydi? Kamaygani yo'q. Xo'sh, unda sizni ulushingiz qay tarzda kamaygan? 0.3% ga tushib ketdi.